Daniya sohillari yaqinida dunyodagi eng kuchli shamol turbinasini o'rnatish ishlari yakunlandi. Uning diametri 276 metr, quvvati esa 21,5 megawattga teng. Siemens Gamesa korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan an'anaviy turbinalardan 30% ko'proq toza energiya hosil qiladigan ushbu qurilma Xitoy kompaniyalari uskunalarga munosib raqobatchi bo'lishi kutilyapti. Daniyada hayotga tatbiq etilgan loyiha Siemens Energy kompaniyasi sho'ba bo'limi Siemens Gamesaning Yevropa davlatlari uchun mo'ljallangan yashil portfelining bir qismi ekanini aytish lozim. Lekin katta hajmli konstruksiyalarni tashish va o'rnatish xarajatlari bir muncha yuqori bo'lgani bois ham hozircha kompaniya 21,5 megawattlik qurilmalarni tijorat maqsadida ishlab chiqarishga shoshilmayapti. Shuning uchun ham bu tajriba tariqasida amalga oshirilgan dastur. Bugungi kunda Yevropadagi aksariyat kompaniyalar odatda quvvati 14-15 megawattga teng shamol turbinalarini ishlab chiqaradi. Yirik o'lchamli qurilmalarni tayyorlashda esa Xitoyning Dongfang Electric hamda Mingyang korxonalariga teng keladigani yo'q. Ularda asosan 18-20 megawattlik shamol generatorlari yig'iladi. Agar Daniyadagi sinov loyihasi o'zini oqlasa, Yevropaning qayta tiklanuvchi energiya manbalariga salohiyati yuqori bo'lgan mamlakatlarda ham bunday qurilmalar soni ortadi. Hozir Daniya yangi texnologiya uchun o'ziga xos sinov maydonchasiga aylanmoqda. Shu bois hukumat loyihani rivojlantirish uchun 2027-yilgacha litsenziya berdi. Bu vaqt ichida kompaniya bunday ulkan turbinalarni ommaviy ishlab chiqarishni boshlashi kerakmi yoki kam quvvatli bloklarni yig'ish ma'qulroqmi degan savolga javob topishi lozim.